Disclaimer: diqqat, ushbu video bizga tegishli emas. Biz faqat uni keng auditoriyaga yetkazish maqsadida baham ko'ryapmiz. Video mualliflariga nisbatan hech qanday adovatimiz yo'q. Agar ularni mualliflik huquqi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelsa, iltimos biz bilan bog'laning. Men bir muzikal bilan Among Us o'yinini o'ynashga qaror qildim. Xo'p, Among Us o'ynashga tayyormisizlar bular? Xo'p, молодец, yitlar, o'lib hechini bilmaydi bular. Xo'p, bu juda katta karta. Yitlar juda ham kiyimlar yarashibdi. Yitlar. Xo'p, juda ham zo'r va hech kim tegmayapti hech qayerda deyapman. Mana buni yaxshilab qo'yinglar, dog'onga o'xshaydi. Xo'p, ketdik. Temaga qolma va jinni. Xo'p, nima kuzatyapsizlar endi? Xo'p, bu nima va bu nima? Bular kartalarni kuzatyapsizlarmi? Missiyalarni bajaraylik. Xo'p, biz missiyalarni bajaramiz. Xo'p, ketdik. Like bosuvni qo'yinglar. Xo'p, bo'lmasa biz davom etamiz. Xo'p, bu yerda kanalga obuna qo'ying. Meni ham kanalga obuna qo'yinglar. Porlab ketdimi, nima bo'ldi? Juda qochishimiz kerak. Bo'ldi, qaysi biringlarnidir men impostor deb o'ylayapman. Qaysi biringlar impostorga o'xshaysizlar? Mana, o'ldiku men bu. Svet uchta va vampir o'ldi. Demak, ikkalinglar bitdingsan, to'g'rimi? Yo sanlar. Biladi, men ko'k qog'oz beramizmi? Yaxshi. Zo'r. Qo'rol hammasi o'tki bu. Da yurchi. Cho'taman nimadir endi xavotir olyapman-da. Tushunib bo'lmayapti. Yaxshimisan? Cho'tki kanalga obuna qo'yinglar. Bo'pti, bor yo'qolchi. Bularni o'ylashim kerak. Unga buni va buni. Kimlik mana bosdi? Yo'q, buni o'ldirib ketishdi. Cho'tat netto. Qaysi bilan boshlayman? Yaxshilab bo'lib olish kerak. Sen ko'kdan juda ham gumon qilyapman. Mana shu ko'k qarochi. Men bilmayman, ko'k baqachiq. Sen men bildim. To'g'rimi ukam? Ukam seni o'ldirib tashlaymiz. Yo'q, u impostor emas ekan. Bilmayman, korоче, toza havo, tushundinglarmi? Ketdik. Hozir ularsiz bo'lmasdan tezroq ketib olish kerak. Sen nimaga unaqa kiyim kiyib olding? Obbo. Yaxshi, missiya bajardi. Demak, bu odam. Yaxshi, ketdik. Xo'p. Elga otib tashlashni xohlaysanmi? Oppa, otib tashladim mana. Yaxshi. Hech bo'lmadi bo'laveraylik. Nima bor? Oho, shuncha narsa. Cho'tan подозрительно. Sendan gumon qilaman deyapman. Yaxshi ukamsan sanmasdan. Bilaman. Da yurchi. Keldi. Kim impostor ekan? Juda ham qiziqyapman. Men ham qiziqyapman. Albatta, sen emasmisan? Yo, jinnimisan ekan? Yurchi. Xo'p, jetallar. Yaxshimisizlar? Cho'tkimsizlar? Bu nima qilyapsan? Dabil. Bu jinnning ishini qilib bolalar ko'rdinglar? Xo'p, bu yerda zombi bor. Bilaman, zombi borligini. Cho'taman shu bola ketmasa podozrительный ko'rinyapti-da. Mana shu bola podozrительный ko'rinyapti. Zombini men tiriltirish missiyasini bajaramiz. Xo'p, oppa. Kim bo'ldimi yana? Nima bola kim uchirib qo'ydi svetni? Cho'ta nima bo'lyapti bu yerda? Nima bola bo'lyapti? Kimdir menga tushuntirib beradimi? Bo'lachi? Sen o'ldirdingmi? Yo'q, ko'kni o'ldirdingmi? Bildimmi, korоче. Kichkina bolachida, hamma shu bolachida. Tutib keldim men sizlarga. Mana shu bolaga g'oz beringlar. Yaxshi. Bu bolacha ham ketdi. Impostor emas ekan, bildik. Hamma ayb bilmayman, senda yoki senda, bilmayman. Men taxminan qila olmayapman. Jamol, yurchi, cho'ta seni bo'lang o'ldirib tashlaganimcha uzr. Meni bolam o'ldirib tashlading. Yo'q, baribir o'lish kerak, to'g'ri. Yurchi, boshqa missiyaga borchi mana. Mana shu Jamoldan men gumon qilyapman-da. Jitel. Qaraysan, Supreme. Yaxshi, kiyiming juda ham zo'r yarashibdi, lekin biz Among Us'damiz.
lekin men Jamoldan gumon qilyapman. Senga bitta gap aytsammikin? Aytchi. Men do'stigim qip-qizil. Chichvarding-ku uka? Bilaman chichvardim. Chichvarganing bilsang, nima berib gapiryapsan? Supreme zo'r bola edi. Do'stingni ko'ramizmi? Yo'q, hazillashdim. Bechora, buni kim o'ldirdi? Xo'p, mana shu qizildan yoki men ko'kdan gumon qilyapman. Eng muhimi, Jamoldan ham gumon qilyapman. Jamol, cho'tasan, подозрительныйsan-da. Yunicho pastga yosh uka. Kachmami qizil yoki bo'pishdi. Bilmadim, lekin senga ham o'xshatib o'ryapman. Yo'q, men hech qanaqa yo'q emasman. Men bilasan-ku. Xo'sh, cho'cha, men shu boladan ham подозрительный qilyapman. Davay, jichilar, mana shu Jamolga ovoz beringlar. Yoki men sendan ham gumon qilyapman. Tushunib bo'lmayapti ishni mana. Yurchi sen bilan men bu yurmasam bo'lmaydi cho'ta. To'g'risini ayt. Sen emasmisan? Aytur. To'g'risini aytmasang ham bo'lmaydi Chunki asl sen bo'lishing ham mumkin-ku. Yo'q, men emasman, lekin sen kimdan gumon qilayotganingni bildim. Bilaman men. Double. Qanaqa double uka? Qanoq. Cho'ta. Qani bu? U buni o'ldirib ketishibdi. Yo'q, endi hech kimga ishona olmayapman. U buni ham o'ldirib ketishibdi. Yo'q. Deb bo'lish mumkin emas-da. Axir men u bundan gumon qilyaptim. Qalaysan, Jamol? Yaxshi, endi gap aytmoqchiman. Qanaqa gap? Battar bo'lasan shu oldim. Yo'q, men senga boshqa gap aytmoqchi edim. Men adam xotir. Shu gap aytmoqchimiding? Yo'q, nima bo'lyapti? Bu yoqqa yaramas. Mana u qotil, o'lib tashladim mana. Yo'q. Shuncha jigarlarim o'ldirib tashladi u hammasini. Jamol, sen alam olmasan bo'lmaydi endi. Sen yetib kelding. Yo'q, sen yetib kelding. Eldi. Endi sen tugading. Malades, politsiya sahoblar. Davay yoringlar. Qo'linglar uni, qo'llab tashinglar, davay. Tutish kerak uni, bo'linglar. Tezroq tutmasak bo'lmaydi uni. Davay, tutaylik. O'sha yerga kirib ketdi u. Savdo majmuasiga kirib ketdi. Shuncha bolani o'ldirib tashlabdimi? Yo'q, muncha chiroyli joy bu. Ko'tga talajomding mana, ketdi kirichi. Yo'q, uni tutishibdi. Lekin uning nima? Axir men tushunmagan narsa ulug' san tomondami? Yo'q, Jamol, meni o'ldirmanglar. Qochdim sekin qochaman. Yaramaslar orqamdan kelibdimikan balkim. Qochish kerak sekin yurib. Jamol juda ham yaramas ishini qildi-da, sekin yurish kerak. Bularni bitta o'ldirish kerak. Xo'p, yaramaslar. Sizlarni o'ldirib tashlayman hozir. Hoy, birachkilar, menga qaranglar. Men o'sha ayol deyman, bu yoqqa kelinglar, zo'r gapim bor. Oppa, ko'rdinglarmi? Xo'p. Endi nima qilsam ekan? Uni o'ldirmasam ham bo'lmaydi, lekin qo'limdan kelmaydi. Xo'p, Jamol, bu yoqqa kelgin, seni o'ldirib tashlayman hozir. Qanday tushaman bu yerdan? Yo'q. Bu yerdan tushish iloji yo'qmi deyman. Oppa. Voy, zo'rg'a yashab qoldimmi? Nima bo'lyapti? Jamol, men senga bitta gap aytmoqchi edim. Men hech kimga bildirmay yurdim. Sendan gumon qildim. O'zasi ikkinchi impostor men edim. Ura!